Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar, hurmatli qattalochilar, qandaysizlar? Bugun sizlarga No'g'atdan Aral mol bozorini bo'lishuncha o'ta son o'rindu elita süt bag'itindagi sandan sapatqa o'ta turgan uylarni tartib ko'rgazaylik. Bugun 25-mart tug'anlar. 3-oy. Aral mol bozoridan bo'lib turgan realdu sapatlı uylarda sizlarga ko'rgazaylik tug'anlar. Nazaringizlar bir yerga yaxshi o'tirib olib ko'ringizlar. Tug'anlar urg'och sirpomidan ushuluy 150 ming so'm bo'ldi. O'ta son. Aka uydun boğaz qancha ekan? Uydun boğaz qancha ekan? 220 ming so'm. 184 ga berib desa, erkek muzosi bilan 184 ming so'mga berib 8 litrdan 10 litrgacha suti bor ekan. Bu parodasiz emasi bor-ku? Ne degan paroda? Krasniy? Krasniy spinoy deydi. Uy ikinchi turpoq ekan janda. 184 ming so'mga sotib qo'ydi. Uydun boz qancha ekan ova? 180 ming so'm. Urg'och turpoq bilan ekan 180 ming so'm deydi. Aynı işlerini ko'ringizlar. Qanchasi turpoq shu janda? Jan ochma ekan tug'anlar. Birinchi turpoq deydi. Turpoq dile jan o'xshab. Tug'anlar. Sen qanchaga sherga sotdingmi? Qancha bosi bular? Qancha deding hali? Jaqini 200 ming so'm. Sut qancha beradi? Suti 12 ta bor deydi. Tug'anlar 50 ta uylar. Namaz olsun qarangizlar. O'ta suluv yerinden 12 sut deydi. Qanchasi turpog'i? 4-turpog'i deydi. Ta uylardan o'ta suluvlari. Aşkama uy qanchaga bordi? Uy qanchaga bordi? 73. Berib edingiz. Qancha so'rab o'tasiz? 190 ming so'm so'rab, 173 ming so'mga berilib o'tdi. Mana ishlerini qarangizlar, maşallah. Qanchasi turpoq shu janda? 3 turpoq. 3 turpoq deydi. Bu qaysi parodasi? Jaydar ha? Nomer aytamiz qiziqqanlarga? Nomer aytamiz. Aytingchi? 0772 32 85 32. Onlar süt qancha bor dedingiz? 10-12 ta chiqadi. 10-12 litr suti bor deydi. Ana tug'anlar bo'lib so'ng uvol qilasiz. Bo'lib. O'ta son, maşallah. Bol chiroy. 10 ta sudan qo'yu ekan ha? 10-12 litr üstüne jo'p. Tug'anlar 10-12 üstüne jo'p deydi. Turpog'i jandagi turpog'i 5-6 oylik turpoq ekan. 100. Ha, 4 oylikmi? 4 oylik ekan. Qanchaga berib edingiz? 72 ming, 73 ming qilishni berib edingiz, ha? Qo'shqonga berasiz. Bozorisiz bersin. Tug'anlar 50 ta uyning o'ta sonunlari. Buna uy qanchaga bordi aka? Qancha so'rab o'tasiz? 220. Erkek turpoq? Urg'och turpoq. Sut qancha bor suti? 12 litr suti bor deydi. Tug'anlar suti olib ketadi idishidan. Mana qarangizlar. Boz qayra. 220 ming so'm deydi. Bozorda cho'ng gigant uylarning qatorida uylar ekan.
Qancha ekan uylar aka? Assalomu alaykum. 220 ming so'mdan deydi. Erkek torpoqlari? Erkek muzolları bilan 220 ming so'mdan deydi. Süt qancha var sütü? Keçe geldi. Bişkekten geldi. Ha, tuğandar kecha Bishkekdan kelibdir. Sütün bilasiz. Qiziqqanlarga nomer aytasiz aka? Aytasiz. Qaysi kanal? Bereketi var. 220 bin, 15, 15, 80. 220 milyon 15 80. 15 81 ekan. Tuğandar 220. 83. Ha 83. 15 83 220 milyon ekan tuğandar. Uylar жақсы байланышып көрөсүздөр. 50 та уйлардын тоғынан. Туғандар бары жоғы 50 та уйлар екен. Сүт бағытында. Мынан тетиги турбадан ылдый тарабында өзүнүн жайдары уйлар. Бул жагында бүт 50 та уй. Канча болду ага? Туғандар 175 миң сом еркек музоосу менен соода болуп атыптыр ушул. Неде карман соода кылыштап. 170. Американский лимузин туғандар. Американский лимузин дейт. Мына иштер. Мына иштер. Мына сүтүн саап үстүнө. Ya uyu qancha ekan aka? 155 ming so'mga bo'lishi deydi. Kemi yo'q deydi. Sut qancha bor suti? 8 litr suti bor deydi. Torpog'i ne torpog'i? Erkek torpog'i ekan. Erkek torpog'i bilan 8 litr suti bor deydi. Nomer aytasiz qiziqqanlar aka? Satılata buyursa, berekesin bersin. Mınan qarаңыздар. Telefondan qanday ko'rinadi sizlarga? Telefondan biroq kichkina ko'rinadi mына uylar. O'ta gigant ekan. Qancha ekan uy aka? 220 ming. Qancha berdi bozor? Torpog'i ne torpog'i? Urg'och torpog'i bilan. Sütü qancha var aka sütü? 12 litr sütü var deydi. Ya qanchadan ekan torpoqlar bu uylar aytchi. Bolari qanchadan ekan? Qanchadan? 200 ming so'mdan 3 50 ta uy. Kim var ekan? Bundan torpog'i ne bundan? Urg'och. Birinchi жаңы açma o'sha-da. Ikkinchisi-mi? Жаңы açma. Urg'och torpog'i men ekan buni idishni qarangizlarchi. Na. Elta uylardan o'ta sululari. 200 ming so'mdan kim bor ekan? Tuğandar. Buni 50 jetiga berib aytaman aka. 150 jetigami? 157 mingga berilyapti shuni. Tuğandar bu yerden gelip Simental deybi. Gereford bu. Surayüz. Biroq sütleri ağır tanjari. Ya mına uy qancha bo'ldi ekan? Bilmaysizlar-ku? Yes, yo'q, esini bilaylik. Uy qancha bo'ldi ekan bilmaysizlar uchun? Ondan mına 214 mingga beriladi. 200 214 ming so'm mol berilyapti tuğanlar. Bundan muzosu urg'ochilar. Nol qanchaga bordi ekan? Mana sement tog'li ekan. Nonchi bunani? Bilbey qoldi. Jafar aka buni qancha ekan bilmadingiz, reysini?
İdişten qarаңызlar. Suluğu jerinden. Esi joq ekan suraylı desek. Tuğanlar çoğun gelgen tuylarım nerede var eken eleri joq boltat. Boluşunca suraylı desek. Pazarda uylardın köpçülük payızı süt bağıtındağı son uylar. Kança kan uyak ha? 185. Kança verdi pazar? 165 min son. Jaş 2-nji, 3-nji kan ha? Yaxşı. Siz kança va uy? 170. Kança verdi pazar? 156 min son berip tur, 170 min son kem var eken. Yaxşı, berekesini bersin. Elita uylardın öte sulu güzel var, entardan var eken bundan turuşlarını qarasanızlar. Eleri joq. Eleri joq. Nerede mına simental ketdi attağın biri. Tuğandar Aral mal bazarında öte sulu, öte жақсы uylar çıkıptır. Bugünkü bazarda düşüptür. Kança kan uşulu yak ha? 200 min son deydi. Erkekimiz olsun bilen eken. Tuğandar körüp kelip qara olaveresizler. Nerede Allah'ın qavardan jüret qoy. Keyingi çıkarışgacha salamatda qalыңызlar, özüңizlerdi abaylaڭызlar. Allah'a amanatsızlar. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.